G'arbda agar ota va o'g'il urushib qolsa va o'g'il otasidan xabar olmasa, buni shaxsiy chegara deyishadi va hech kim aralashmaydi. Lekin nega Suyunchi filmida Azrat buvi va mahalla oqsoqollari otasidan xabar olmagan kishini so'roqqa tutishadi? Keling, bugun filmdagi mana shu holatni psixologik qarashlar orqali qayta kashf etib ko'ramiz. Ijtimoiy psixologiyada bu holat norasmiy ijtimoiy nazorat deyiladi. Yigit ota oldidagi burchini buzib, ijtimoiy normadan chiqdi. Agarda oqsoqollar bunga ko'z yumsa, jamiyatda anomiya, ya'ni qadrsizlik epidemiyasi boshlanadi. Neyrobiologik nuqtai nazardan esa oqsoqollar yigitda ijtimoiy uyat hissini uyg'otishmoqda. Uyat his qilinganda miyadagi oldingi kamarsimon qobiq xuddi birovdan kalta yegandek og'riq signalini beradi. Ya'ni Azrat buvi yigitni urmayapti, lekin uning miyasiga sanksiya orqali jismoniy og'riq bilan teng ta'sir ko'rsatib, uni to'g'ri yo'lga qaytaryapti. Suyunchi filmidagi bu holat xalqimizning mukammal psixologik tizimidir. U yerda sizni jazolashadi, lekin hech qachon muammoingiz bilan yolg'iz tashlab qo'yishmaydi. Psixologik bilimi yuqori xalqimizga tasanno.